Endi nima qilay? Pul beraymi, bir cho'l duo qilib qo'yaymi? Qiling, kam bo'lmaysiz. Bir duo qilib qo'ying. Mayli 1000 so'm menga qarz qilib qolyapsiz. Mayli, siz ham rozi bo'lyapsiz. Xo'p o'g'lim, sog' bo'ling. Bolam, xo'p, omon bo'ling. Bo'ldi, mana yashang. Yashang, kam bo'lmang. Ana, juda yaxshi yetib keldik, rahmat. Sog' bo'ling o'g'lim. Kam bo'lmang. Endi o'g'lim, bizi xizmatimiz qancha bo'ldi? Tog'a 1100 so'm pul o'tdi, mayli. 1000 so'm beravering siz ashula. Kam bo'lmang. Endi o'g'lim, har kimga ham emas, endi bir ko'nglim ketdi. Sizga bir pulni o'rniga bir cho'l duo qilib qo'ysam-da. Endi 1100 100 so'm o'tib berdingiz. Rahmat. Baraka toping. Endi nima qilay? Pul beraymi, bir cho'l duo qilib qo'yaymi? Chunki pul berib, keyin duo qilsangiz yaxshi bo'ladi ekan. O'g'lim, hech qachon pulga mehr qo'ymang. Pulga mehr qo'ysangiz, oxirati yomon bo'ladi. Duo ham olib turish kerak har xilda. Mana sizga ko'nglim ketdi. Bir cho'l duo qilayda, oramiz ochiq. Chunki eskilarda gap bor. Pul olma, duo ol. Oltin olma, duo ol degan o'g'lim. Pulga hech qachon mehr qo'ymang. Mana men nechta odamni duo qilgan bo'lsam, kam bo'lgan yo'q. Eng yomoni ham hozir departamentda ishlayapti. Taylarda Mercedes yangi chiqqan mashinalardan. Minib mazza qilib yuribdi. Mana shu duolarimiz orqali kam bo'lgan yo'q. Sizlar ham shular qatorida cho'li bo'lib, yigit bo'lib, bundan ham zo'r mashinalarni minib, martabalaringiz bundan ham baland bo'lib, rizqingiz bundan ham ulug' bo'lsin. Bir duo qilayda, endi ikkovimiz ham yo'limizda davom etaylik. Maylimi o'g'lim? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Allohu amin. Mana shu mashinangiz tedan shabada o'tib tursin. Hech qachon yurgan yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Kam bo'lmang. Umringizga umr qo'shilsin, rizqingizga rizq qo'shilsin. Bundan ham zo'r mashinalar minib, ota-onangizni baxtiga sog' omon bo'lib, o'ynab kulib yuravering. Amin. Allohu akbar o'g'lim. Yashang, bizga ruxsat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yo bismillahirrohmanirrohim. Yashang. Tog'a men siz hazillashyapti, xizmatchi. O'g'lim, hazillikdan to'g'rimi hozir? Hozir hazillikdan zamon emas. Mana men ham sizga 1000 so'mga aytib qo'ygan bo'lsangiz, o'g'lim, har kimni duo qila olmaymiz. Men sizga 2000lik duo qilib qo'ydim, o'g'lim. Mayli, shu duomga ham roziman. Siz ham xizmatingizga rozi bo'ling. Mayli 1000 so'm menga qarz qilib qolyapsiz. Mayli shu ham Xudoning yo'liga, o'g'lim. Rozi bo'lavering endi o'g'lim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tog'a pulingiz bo'lsa, mayli pul bo'lsa aka, xatabi xizmat bersangiz yaxshi bo'lardi aka. Yo'q, o'g'lim, pulim bor, Xudoga shukr. Lekin duoni ham har kimga qila olmaymiz, bolam. Kam bo'lmang mana. Odamda ikkalni qiling, kam bo'lmaysiz. Bir duo qilib qo'ying. Mayli 1000 so'm menga qarz qilib qolyapsiz. Mayli, siz ham rozi bo'lyapsiz. Xo'p o'g'lim, sog' bo'ling. Bolam, xo'p, omon bo'ling.